Davolanish davrida nimalar bo'lganini aytib ber. Qanday holatda kelganingni birinchi ayt. Men kelishimdan oldin bo'g'inlarim og'rir edi. Hozirda og'rimayapti. Mana Tirishishlar, tortishlar bor edi, maktabga ketishga charchash, og'riqlar bor edimi? mani boshim tez charchar edi. She'r yoki biror narsa yodlashga qiynalar edi. Chunki nima zerikish zoping ham bor edi-da, bacham o'zi o'sha ham davolanish jarayonida oyoqlaringda, bo'g'inlaringda kuchli og'riq bor edimi? Juda ham qattiq og'riq bor edi. Hozirchi? Hozirda og'riqlar yo'q. Davolanish davringda yana nimalar sodir bo'lganini ayt. Sen davolash davrimda bo'ying cho'zildi deding, yana nimalar bo'ldi? Ko'zing ko'rishi nuri past edi, uni nimalar bo'lganini, nurlanganini ko'zingni oldi necha marta? Davolanishdan so'ng ko'zimni nuri tiklandi. Ko'rish qobiliyatim yana kuchaydi. U ko'zing nuri necha yildan beri past edi? 1-sinfdanmi? Hozir nechinchi sinfdasan? 6-sinfdaman. 6 yildan beri ochki kiyapsan edi, ha? To'g'ri, bo'ldi, tushundim. Nima qizim, kayfiyating tez o'zgarishi, ana shular narsalar hozir endi joyiga tushib kelyapti. Zerikishlar, siqilishlar bor edi, tushunaymi? Молодец. Keyin yana nima bo'ldi? Bo'yim o'sdi. Davolanish davriga. His qildingmi? Sezildi, ha? Молодец. Keyin qo'lingga giyohni berdim, ana bu har xil usullar bilan davoladim. Qo'lingdagi giyoh davolab o'tirgan vaqting nima bo'ldi? Ko'paydi, davolab nima ishlatib berding, tugamadi. Kichkina idishda edi, tushunaymi? Shunday bo'ldimi? Men aytganim yo'q, o'zing aytding, to'g'rimi? Yana nimalar bo'ldi? Minnatdorchiliging bormi? Rahmating bormi? Madaddan juda ham katta minnatdorman. Rahmat qizim. Oldin yuraging notekis urishi bir narsalar bor edi, ishtahang yo'qligi, kamqonliging bor edimi? Bu narsalarni doktorlardan o'tkazib ham tasdiqlandi, to'g'rimi? Hozir qanday o'zgarishlar bor? Kamqon edim, hozir qonim avval quyuq edi, hozir suyuq bo'ldi. Biza doktorlikni ham, tabiblikni ham, boshqa yo'nalishdagi usullarni ham birga olib bordik davolashga, to'g'rimi? Молодец.